Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yana butilkalar bor ekan. 18 ming so'mdan Kitay bozoriga geldik. Lekin issiqlikka dum. Minilari bor ekan, 25 ming so'mdan. Kimga qiziqli bo'lsa, yurib boraverasizlar. Ronkalari 18 ming so'm ekan. Kuruşkalar var ekan. Tak, 21 ming so'm. Ikildim istegan bergan. 16 ming so'm ekan. Her türlü var ekan. Tak. Общий komplekt 22 ming so'm ekan. 21 dona oğlan. 8 ming so'm ekan. Qum ayollarga yaxshi ekan, ovqat-ovqatni. Pisakamiz bu bir vaziyatda o'xshaydi. Buni juda tushunmadim. 6 ming so'm ekan shtuka. Ko'rishingiz mumkin. Ina satin tuzlari yaqindan siydan. Shtuka 30 ming so'mdan ekan. Lopka salar bor ekan. Lopka salar 35 ming so'm. Mana tezgah ketadigan yemoqlar uchun 16 ming so'mdan. Tak, 27 ming so'm ekan. Geçirar tadilda 8 ming so'm ekan. Keyin Navoiy ekan 10 ming so'm ekan. Navoiyni bilmadim lekin mumkin. Navoiyni bilmadim. Kommentariyga yozib qo'ying. Navoiyni men tushunmadim lekin. Tak. Bu Navoiyni buni ham bilmadim. Bu qo'ling yetmagan yerlar yuvinish uchun şey qilmoq. Nima deysiz? Taraklar bor ekan. Taraklar 30 ming so'm ekan. Bu qand ko'rmata o'xshaydi. Bunda sho'roq, oshma sho'rvalar uchun orqa var ekan. 30 ming so'm ekan bu. Bu ishqara uchun, ishqaraga klientlar uchun, klientlar me'morlar uchun bir chiqarib ko'rasizlar. İdishlar ham bor ekan. Tak. Buncha so'm, bu 50 ming so'mdan ekan. Terezgelari 28 ming so'mdan ekan. Her kilolari bor. 16'dan. Keyin bu qattiroq ekan. Hali shu milli 11 ming so'mdan. Keyin bu Kuruşga qapqoq bormi yo'qmi bilmayman, 18 ming so'm. Kurush og'zi bekda bo'lsa bu yog'oz takka qolgan sosa bo'lar ekan. Bu vaja qiziqmoqqa olganimiz ma'qul. Bunda ya bir odam do'yaga bo'lsa ya bo'lmaydi. Bir de erkek kişilere gerek vaja bor ekan. 44 ming so'm ekan. Otocha, nobur, pichoq, meter. Bunu doğru sapak tutulagan. Tak, 7 ming so'm ekan. 40 ming so'm ekan. 40 ming so'm bo'lsa, gipsi 20 ming so'm, her bir atoka 10 ming so'mdan. Sapak deganlar, keyin Navoiyda gipsi bor ekan, bu 40 ming so'm. Doğru geldi. İndikatorlar, tok teşkilatı 70 ming so'm ekan. Kichkina tok ishlar bor ekan, bu hech kerakmidi. Emas, qaychalar 8 ming so'm ekan. Bozorga qaraganda arzon qimmatmi? Buni ham kommentariyga yozib qo'ying. Kim buni oldi? Bu için kısa olganda 10 milyon narsa o'xshaydi. Bak. Navoiyni tushunmadimmi? Bu narsaga ham qo'yadi narsa ekan.
Kamaylar var ekan, kamaylar 70 ming so'mdan ekan. Baholari o setka. Setkalarimiz bor ekan, 25 ming so'm. Kichkina 30 ga 25lik. Bu zo'r ekan degan. Bu dik bir baliqni to'g'ri usti past pishirmagan zo'r. Ajoyib ekan, ha. Summasi polka. Bak 33 ming so'm ekan, arzon ekan lekin. Yaptım onu. Keyin bor ekan, ajoyib. Bu 99 ming so'm ekan. Yok, 66 ming so'm ekan. Yani olan bir de kızıklarla 12 ming so'm. Çang çöp 20 aka. Bu unitas 20 aka o'xshaydi bu. 8 ming so'm. Supsalar 18 ming so'm. Dish cho'tkalar ikkisi 10 ming so'm ekan, 5 ming so'mdan ekan har bir shtuka. Komplekt 20 ming so'm. Naborimi? По-моему, nabor o'xshaydi bu. 25 ming so'm. Bu ballar için o'xshaydi, yosh ballar uchun. Bu itlar joy var ekan 65 milyon. Filmimiz bor edi. Bu zo'r ekan. Tamam, mahsulotlari. Şu ishlar bor ekan. Görüşürüz. Zakon seyirtleri var ekenden. Bu da 70 ming so'm ekan. Oh. Yetemeklerin köyü işedik bu. 70 milyon ekan bular. Vallahi bak. 10 ming so'mdan ekan. Her biri 15 tane. 15 tak koysko? Ha. Ha, skitkede 10 ming so'mdan, ha, 10 ming so'mdan ekan. Bu kızlarniki be. Ha, bular 20 tak koysa 20 mingdan, ha. Bu mana ekan. Şöyle göbeğin bana kızana üzeri yanıtmak gerekmedi. Yani göze tavara gerek adam. Ulan kız vallahi değişti. Sikke yani kızdanı 5-6 kızdan ayakları derleşmiyor ki. Şunu yakışırken bir 70 mi sonra? Yani vallahi değişti. Son kere yaş vallahi için var ekan. Zıplar var ekan. Ama acayip ekan. Devola asıp koyup balla bilan bir kere vaqtında sang bo'ladi, balla bilan o'yin. Lekin o'yindan ketdingda bormoq chiqishi mumkin. Bir balla bir-birini atib ko'zdan kirishi mumkin. Shu ham bor. Bir taraf biz, bir taraf minus. Maşallah var ekan. Milletmege. 3 kere 30 ming so'm ekan. Komplekt. Terazi var ekan. Kishini mashinalar qo'yib iltilatar ekan. Iltilatga qo'yib ishlasa bo'ladi. Xitoy bozori deydi-ku. Ko'p ko'raverasalar, qonun o'zlariga kelib ko'raverasalar. Hamma rahmat.
YouTube kanalıma ko'p ko'raman. Bilaverasizlar.